Assalomu alaykum. Bugun tekis o'zgaruvchan harakatda yo'lni va tekis o'zgaruvchan harakatda tenglamasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, tekis o'zgaruvchan harakatda yo'l va harakat tenglamasi. Hozir ikkiga bo'linadi buni o'zi ham. Tekis tezlanuvchan harakatda yo'l formulalari va tekis sekinlanuvchan harakatda yo'l formulalari. Biz hozir tekis tezlanuvchan harakatdagisini ko'ramiz bu yerda. Hop, birinchi formula S teng V0 T plus AT kvadrat taqsim 2 formulasi bo'ladi birinchisi. S teng ikkinchi formulamiz V0 plus V taqsim 2T formula ikkinchisi. Uchinchisi S teng V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2A formula. Xo'p, bu qayerlarda ishlatiladi degan savolga bu formula javob. Xo'p, agar hamma narsa berilgan bo'lsa, V0 T A berilgan bo'lsa, S'ni topish uchun bu formulaga qo'yiladi. Agarda bizda tezlanish berilmagan bo'lsa, boshlang'ich tezlik vaqt berilgan, ammo tezlanish berilmagan bo'lsa, S teng V0 plus V taqsim 2T formulaga qo'yiladi. Agar bizda vaqt berilmagan bo'lsa, V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2 formulaga qo'yiladi. Xo'p, men aytaman, bunda hammasi bo'lsa, bunda tezlanish bo'lmasa, bunimizda vaqt bo'lmasa, mana shu 3 ta formula tekis tezlanuvchan harakatda hop, yo'l formulalari bo'ladi bizda. Hop, endi aytmoqchi bo'lganim, bu formulalar nima deyotganlarga. Agar V0'imiz 0 bo'lsa, bizda S teng AT kvadrat taqsim 2 ga aylanadi bu yerda formula. V0 qayerdan kelib chiqadi? Mana bu V0'imiz. Agar 0 bo'lsa, bu degani mana bu yerda son masalan 2 bo'lsa, 2 kere 0 bo'ladi, plus AT kvadrat taqsim 2 ni o'zi yetarli bo'ladi bizda. Shuning uchun V0 bo'lganda bu yer shunchaki o'chadi va S teng AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Agar V0 0 bo'lib kelsagina, bunisida agar V0'imiz 0 bo'lsa, S teng VT taqsim 2. Nima degani? V0'imiz o'chdi deyapti, V T ga ko'payib 2 ga bo'lindi deyapti. S teng VT taqsim 2. Agar mana bu yerda V0'imiz 0 bo'lsa, hop, bu jonivor bu yerga o'tadi, V0 0 kvadrat bo'ldimi? Bu nima ma'noni? Hech nima ma'noni anglatmaydi. V kvadrat taqsim 2 A formula bo'ladi bizda. Bu hozir tekis o'zgaruvchan harakatda yo'l va harakat tenglamasi. Hop, bizda tekis o'zgaruvchandagi tekis tezlanuvchan harakatning yo'l formulalari. Buni yozib olishni maslahat beraman, chunki bu formulalar bugungi inovadagi 94 talik misolimizda hammasi bor. Hop, bu formulalar tekis tezlanuvchan harakatdagi yo'l formulalari. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hop, V0 0 bo'lsa, hammasi mana shu tarzda bo'ladi. Bu hammasi berilganda, tezlanish berilmaganda, vaqtimiz berilmaganda. Xuddi shu tartib. Mana tezlanish berilgan, ammo vaqt yo'q. Bu yerda tezlanish berilmaganda, bu yerda hammasi bor. Lekin V0 0 bo'lganda bu formula bizda o'rinli bo'ladi. Xo'p, endigi narsa xuddi boyaga ko'rganimiz formulalarni kelib chiqishi. Hop, birinchi formulamiz 0 bo'lganda kelib chiqishi va birinchi formulaning to'liq shartlarini ko'rib chiqamiz. Bu S teng V0 T plus AT kvadrat taqsim 2 dagi formula. Hop, uchburchak yuzasini topish, to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topish formulalaridan foydalanib biz bu yerda hop, S1 plus S2 umumiy S'larni hisoblay oldik. Va undan keyin biz bu yerda yana S teng V0 T, ya'ni S teng VT formuladan V0 T formulaga qo'ydik. Oxirida o'sha cho'chak yuzasini topish formulasiga qo'ydik. Xuddi shu formula mana S teng AT kvadrat taqsim 2 bizda kelib chiqdi. Agar V0 0 bo'lsa, V0 0 bo'lmasa, bu yerda o'zingiz tushungandek mana yerda o'tib qoladi. Hisoblab ko'rganingizda. Hop, ikkinchi bizda shartimizda berilgan. Hop, bizda trapetsiya shakldagilarni
Mana shu bilsangiz testing AB kara 2 bu AB taqsim 2 kara H formula trapetsiya yuzini topish formulasi bizda. Bu yerda biz testing V plus V0 taqsim 2T. Mana xuddi boyagi biz ishlatgan formula bo'lyapti. Mana bu formula mana. İkinci yozdirgan formulani. İkinci yozdirgan formula mana. O'sha trapetsiya yuzi shakliga tushganda AB taqsim 2 bu yerda V plus V0 V plus nerede plus V0 taqsim 2 kara mana bu yerdagi T vaqtimiz bu yerga tushadi. H'ning o'rniga bizda yer V0'imiz 0 bo'lgan taqdirda S'ning VT taqsim 2 bo'ladi. Uchinchi formula ko'rdik biz. S'ning V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2 formulasini ko'rdik. Biz bu yerda hozir qayerdan chiqdik? O'zi bilsangiz qisqa ko'paytirish formulalarida A'ning kvadrati minus B'ning kvadrati degani bizda qavusda A plus B va A minus B deganimi xuddi shunday V plus V0 V minus V0 taqsim 2A bizda tushyapti. Buni qisqa ko'paytirish formulasiga olib kelganimizda V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2A formula bizda bo'lyapti. Demak, bu tushuntirib berish edi. Bizda buni ham yozib olasiz. Bu ham xuddi shunday nazariyaga kiradi, asosiy nazariyalar. Demak, endi o'rganadigan narsamiz tekis o'zgaruvchan harakatda yo'l. Endi ikkinchi bosqichdamiz biz tekis o'zgaruvchan harakatda tekis sekinlanuvchan harakatni topish yo'l formulalari. Tekis sekinlanuvchan harakatda yo'lni topish formulalariga endigi navbatimiz hop. Biz adashmasligimiz kerak bo'lgan narsalar. Hop, mana bu yerda minus bo'ladi. Minusda bo'ladi. Tekis sekinlanuvchanda minusi bo'ladi. Boya mana bu yerda tekis sekinlanuvchan harakatda plus edi bu. Endi minus bo'ldi tekis sekinlanuvchan harakatda. Va tekis sekinlanuvchan harakatda endi V0 0 bo'lgan taqdirda formula bizda berilmagan. Mana shu formulaga tushadi demak, shu formula o'zida qotamiz. V0 0 degan formula bizda berilmagan. Agar berilishi mumkin emas. O'ylab qarasak, bu 0 0 bo'lsa, baribir ham 0 minus bo'lgan boyagidan minus holga o'tadi baribir ham. Shuning uchun berilmagan. Shu so'raysiz. Keyingisida o'zgarish sezmayapsiz. İkinci formula tekis sekinlanuvchan harakatda ikkinchi formulada o'zgarish yo'q. O'sha S'ning V0 plus V taqsim 2T o'zgarish yo'q. V0 0 bo'lgan taqdirda ham o'zgarish yo'q bizda. Xuddi o'sha formula. Faqat umuman o'zgarish yo'q. Faqat degan joyi ham yo'q. Uchinchi formula. Mana shu yerda endi o'zgarishlar yaxshigina bor. Xo'p, nima deganimiz bu? O'zgarish bor. Mana bu yerda 2A ni oldiga qarang. 2A ya'ni 2 tezlanishimizni oldiga qarasangiz, mana bu minus yo'q edi tekis tezlanuvchan harakatda va bu yerda endi minus bor. Agar V0 0 bo'lgan taqdirda minus 2A bo'ladi. Bu yerda mana minus bor. Tekis sekinlanuvchan harakatdagi esa shular. Xo'p, buni hammasi berilganda tekis sekinlanuvchan harakatda yo'l topish. Tezlanish berilmaganda tekis sekinlanuvchan harakatda yo'lni topish. Vaqt berilmaganda tekis sekinlanuvchan harakatda yo'lni topish formulalarini o'tdik. Nazariya yozib olasiz. Endigi o'rganishimiz kerak bo'ladigan narsa bizda tormozlanish yo'lini topish formulalari o'zi ikkita. Sizga tanish ko'rinmayapti bu formulalar. Tekis tezlanuvchan harakatdagi formulalarga o'xshab ketadi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Faqat mana bu yerda V0 qatnashyapti tekis tezlanuvchanlarda, V qatnashgan bo'ladi. Xo'p, tormozlanish yo'lini topish uchun biz
Hop, tezlanish berilmaganda v0 t taqsim 2 formulaga qo'yamiz. S teng v0 t taqsim 2. Agar bizda tormozlanish yo'lini toping desa. Va ikkinchi formula bizda S teng v0 kvadrat taqsim 2a. Agar bizda vaqt berilmay, tezlanish berilgan bo'lsa, S teng v0 kvadrat taqsim 2. O'zi o'sha ikki holatda tormozlanish yo'lini toping deydi. Sal o'ylanish kerak bo'lgan misollar tushadi. Sekundagi yo'l demak. Nima degani? Hop, shu jism harakatlanyapti. Sizga savol kelishi mumkin. Mana shu sekunddagi yo'lini toping deyishi mumkin. Masalan, 3 sekunddagi yo'lini toping deb qolishi mumkin. Shunday tarzda kelishi mumkin. Hop, bu vaziyatda formula ikkita demayman, o'zi aslida bitta, lekin bu 0 bo'lganda degan holat bor. Hop, nima qilamiz? Ya'ni sekundddagi yo'lni topish uchun hop, delta Sn teng v0 plus a taqsim 2 2n minus 1. Ko'rib turganingizdek shu formulada ishlaydi. v0 plus a taqsim 2 2n minus 1. Agar v0 ham berilgan bo'lsa, agar v0 0 bo'lgan taqdirda esa bizda v0 0 bo'lsa, delta Sn teng a taqsim 2 2n minus 1. v0 shunchaki o'chirib tashlaysiz. A taqsim 2 2n minus 1 formulada bular. Demak, hozirni o'tadigan yana bir formula, bu mavzuda yana bir asosiy formulalardan bittasi mana shu. Hop, bu qanaqa formula? Jism teksizlanuvchi harakat qilganda yo'lning boshida v0, oxirida v tezlik bilan yurganda yo'lning o'rtasi tezlikni topish formulasi. Bu demak, mavzuning yakuniy qismi, oxirgi qismi va eng asosiysi tekis o'zgaruvchan harakat tenglamasi. Tekis o'zgaruvchan kvadrat taqsim 2. X teng x0 plus v0 plus minus a kvadrat taqsim 2. Y teng y0 plus v0 plus minus a kvadrat taqsim 2. Bu tekis o'zgaruvchan harakat tenglamasi. Va mavzumiz yakuniga yetdi.